qo'llarini ozgincha kesish kerak bo'lib qolgan. Yiqilib travma bo'ldik. Kesadigan holatga kelgan kesganmiz. Hozir bugun Namangandan Umidjon aka kelganda, Umidjon akaga bir sinov bo'lib qolgan. Tabiat o'tsin. O'yinda yiqilib travma bo'ldik. Travmadan boshida sezmaganmiz. Shu holatga tushgan. Kesadigan holatga kelgan majbur bo'lganmiz, kesganmiz. Mustafa akani ham shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, shuni qidirib, ishqilib topib kelib, yaxshi mana qilib beryaptilar. Yechib ko'rsa bo'ladimi aka? Boshqa narsa. Bu o'sha manikenga o'xshagan ekanda. Qancha bo'ldi kesilganiga? 1 yil bo'ldi, 1 yildan o'tdi. Endi mana Mustafa akada shunaqa imkoniyat bor ekan, Moskvaga ketmoqchi edim o'zi. Mustafa akani borligini bilmasdim. Qidirib kelsam, Xudoga shukr, mana tayyor bo'libdi. Hozir taqamiz deyishyapti. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi aka. Hormang nima jarayon endi? Xo'p, endi patsiyentni o'ziga moslab finalniy kodini qilib oldik. Endi nasib bo'lsa sekin taqamiz. Mana taqish jarayoni boshlandi. Mana bu sensorniki, bu motorniki. Tushmasmi? Bu hali Sekin tushirasiz, birinchi kuchlar qiladi. Bosasiz, impuls berasiz. Oboring. Qo'lingiz bilan oching qopqog'ini. Qo'rqmang, oching. Ko'proq oching. Endi ochib ichishingiz bo'ladi. Mustafa qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Topshirib oldik protezimizni patsiyentga, xursand ketdilar. Eng asosiy maqsadimiz ham shu, patsiyentimiz bizdan xursand, rozi bo'lib ketib, yaxshi kunlarda ishlatib yursalar, hayotga qaytsalar. Eng muhimi shu. Agarda sizda va sizni yaqinlaringizda shunaqa muammolar bo'lsa, Minbay Brabadek sizga yordam beradi. Mana bu raqamlarga qilishingiz mumkin.